Assalomu alaykum. Bugun qovurma lag'mon qilamiz. Xamirimizni suv va tuxumga qattiq qilib qorib olamiz va uzun lentalarga kesib, videoda ko'rsatilganini yetib, yog'lab 1 soat damini qo'yamiz. Xamirimiz yaxshilab damini olgandan keyin bemalol xamirlarimizni cho'zib olamiz. Qaynab turgan suvda tuz solib qaynatib olamiz. Lag'monimizni sayiv uchun go'shtimizni marinovka qilib olamiz va qizib turgan yog'imizda bolgarskini oldindan 2 minut qovurib olamiz. Yog'imizni go'shtimizni solib, sellari ketincha qovurib, izidan piyozimizni solib yaxshilab qovuramiz. Piyozimiz qovurilgandan keyin tomatni pasta, pomidor, chesnok solib qovurib olamiz va selderi, oq tulib solib yaxshilab 5 minut qovuramiz. Oldindan qovurib olingan bolgarskilarimizni solamiz. Qaynab pishib chiqqan lag'mon xamirlarimizni solib, ustidan tabga ko'ra so'yib sos solib yaxshilab aralashtiramiz. Lag'monlarimizni 4-5 minut selinda qovurib olamiz. Üstüne 2 dana tuxumni chaqib qovurib olamiz va somoncha shaklida to'g'rab, lag'monimizni ustiga solib, dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ring.